Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Telegram kanalimizda ham, YouTube kanalimizda ham bitta so'rovnoma o'tkazgandim. Bu kechqurun 22 ga qadar uxlaysizmi yoki 22 dan ko'ra kechroq uxlaysizmi degan ma'noda so'rovnoma edi. Har ikkala tarmoqda ham, ya'ni Telegramda kuzatuvchilarimiz ham, YouTube'da kuzatuvchilarimizda ham aksariyat qismi, ya'ni aksariyat qismi deganimiz YouTube'da 83% qismi, Telegramda 79% qismi, ya'ni taxminan 5 dan 4 qism ovoz beruvchilar 22 dan keyin, ya'ni kechroq uxlayman degan javobni belgilashgan. Bundan ko'rinib turibdiki, taxminan 20% odam 22 ga qadar uxlaydi, ya'ni o'sha kechqurun uxlashga yotadi 22 ga qadar. Endi bu so'rovnomani o'tkazishdan maqsad nima? So'rovnomani o'tkazishdan maqsad shu ediki, bugun sizlarga bitta gormon haqida ozgina gapirib bermoqchiman. Bu ham bo'lsa melatonin gormoni. Melatonin degan gormonni 1958-yilda kashf qilingan, ochilgan yoki aniqlangan. Mana hali 100 yil ham bo'lgan yo'q. Bu narsani uyqu gormoni deb yuritiladi. Ya'ni uyqu gormoni deyishdan maqsad bu qachonki odam uxlayotgan paytda hosil bo'ladi. Kunduzi ham hosil bo'ladi, lekin kunduzi kechqurun uxlab yotganiga nisbatan bir necha 10 barobar kamroq miqdorda hosil bo'ladi. Shuningdek, qondagi konsentratsiyasi ham kunduzi juda kam miqdorda bo'ladi. Kechasida, ya'ni uxlab yotganda kechasi qorong'i bo'lgan paytda buni konsentratsiyasi kunduziga nisbatan bir necha 10 barobar yuqoriroq bo'ladi. Endi melatonin degan gormonimiz bu bosh miyani epifiz degan joyda ishlab chiqariladigan gormon. Buni asosiy qismi o'sha epifizda ishlab chiqariladi va bundan tashqari ko'zi to'r pardasida, terida oz miqdorda ishlab chiqarilishi mumkin. Organizmda umuman ichaklarda appendix deymiz, o'sha chuvalchansimon o'simtada ham ishlab chiqariladi va ichakning boshqa qismlarida ham ishlab chiqariladi. Kam miqdorda. Asosiy qismi o'sha bosh miyaning epifiz degan qismida, epifiz degan bezi bor, gipofiz yonida. Asosiy qismi o'sha joyda ishlab chiqariladi. Bu gormonning asosiy vazifasi nimadan iborat? Gormonning asosiy vazifasi sirxaral ritm deyiladi yoki biologik soatlar degan narsa bor. Ya'ni biologik soat degan narsamiz insonning organizmi qandaydir o'zgarishlarga, soatlarga, vaqtga ko'nikkan bo'ladi. Ertalab uyg'onishga budilnik yo'q, shu uyg'otgichimiz yo'q bo'lsa ham ertalab hamma uyg'onadi. Yorug' tushish boshlagani bilan uyg'onadi. Bu endi hammada har xil. Kimdir ertaroq uyg'onadi, kimdir kechroq uyg'onadi. Yoki obed paytida deymiz, shu tush paytida uxlaydiganlar bor. O'sha odam uchun bu bioritm bo'lib qolgan, biologik ritm bo'lib qolgan yoki kechqurun mana uyqumiz kelishi va boshqa bu narsalar yoki och qarishimiz, boshqa umuman organizmda gormonlarning balanslari ham mana kun davomida o'zgarib turadi. Shu buyrak usti bezini tekshirganimizda, gormonlar tekshirganda ertalabki vaqt, kechqurungi vaqt degan normativlari butunlay boshqacha bir-biridan. Bu narsalarning hammasi bioritmlar bilan bog'liq, ya'ni biologik ritmlar bilan bog'liq yoki sirxaral rejim deyiladi. Sirxaral deganimiz bu soatbay rejim degani, sirxaral rejim degani mana shu melatonin degan gormonimiz mana shu narsalarda asosiy javobgar gormon hisoblanadi, ya'ni bioritmlarga. Va bu yana bir marta aytaman, haligi uyqu gormoni deb aytdik. Uyqu vaqtida ko'p ishlab chiqariladi. Bundan tashqari melatonin kam bo'ladigan bo'lsa, bu uyquning buzilishiga ham sabab bo'ladi. Ya'ni ba'zan uyqusizlik bilan og'rigan bemorlarga mana shu gormon ham beriladi. Ya'ni melatonin gormoni beriladi uyqusini joyiga olib kelish uchun. Yoki bundan tashqari navbatchi turib ishlaydiganlar bor, ish rejimi turlicha o'zgarib turganlar bor yoki keskin soat mintaqasini o'zgarishiga sabab bo'luvchi qandaydir sayohatlar bor. Masalan, O'zbekistondan turib Amerikaga uchib boradigan bo'lsangiz, soat mintaqasi keskin o'zgarib ketadi. Farg'onadan turib Xorazmga boradigan bo'lsangiz, uzog'i bilan 1 soatga o'zgarishi mumkin. Bu organizmga unchalik sezilmaydi. Ya'ni o'sha bioritmga tushib olish uchun unchalik sezilmaydi. Endi Amerikaga uchib boradigan bo'lsangiz yoki Rossiyaning boshqa uzoqroq joylariga yoki Yevropaga uchib borayotgan bo'lsangiz, bir necha soatga farq qilib ketishi oqibatida biologik ritmni o'zgarib qolishi mumkin. Mana shunaqa paytda mana shu melatonin gormonimiz bizga yordamga keladi. asosiy vazifalardan biri mana shu
biologik ritmni sozlash. Endi bu gormonni nima uchun bugun bu mavzuga olib chiqdik? Bizga eng kerak bo'ladigan joy endi bundan buyog'i. Melatonin gormoni ma'lumki eng yaxshi antioksidant hisoblanadi. Organizmda, shu tirik organizmda har xil reaksiyalar bo'ladi. Fermentativ reaksiyalar, mana gormonlar reaksiyalar, boshqa har xil reaksiyalar bo'ladi. Buni oqibatida erkin radikallar hosil bo'ladi. Erkin radikal deganimiz qanaqa tushuntirsa bo'ladi? Kimyoviy moddalarning bitta qo'li bo'sh. Ya'ni o'sha qo'li bilan qayergadir ilinib olishi yoki nimanidir ushlab olishi mumkin va bu narsalar ko'pincha hujayralarda jarohatlanishiga olib keladi. Hujayralar membranasini yorib ketishiga yoki hujayralar o'sha jarohatlanishiga olib keladi. Erkin radikallarning ko'payishi bu organizmdagi to'qimalarning ish faoliyati davomida shu yerdagi turli xil kimyoviy reaksiyalar oqibatida har kuni, har soatda mana shunday erkin radikallar hosil bo'lib turadi. Va bu narsalarni neytrallovchi narsa aynan melatonin gormoni hisoblanadi. Ya'ni biz kunduzi bilan aktiv hayot kechiryapmiz, faol bo'lyapmiz. Bizda kuchli reaksiyalar ketyapti. Har bitta to'qimada, har bitta hujayrada reaksiyalar ketyapti va bunda hosil bo'lgan erkin radikallarni bu oksidativ stress deymiz. O'sha oksidlanuvchi stressga sabab bo'ladi. Ya'ni oksidlanuvchi stress deganimiz hozir aytganim hujayralar jarohati va mana shu erkin radikallarni biz kechasi uxlaganimizda hosil bo'lgan melatonin neytrallaydi. Ya'ni o'ziga biriktirib oladi. Haliga aytganim bitta bo'sh qolgan ochiq qo'lini bloklab oladi. Natijada boshqa hujayralarni jarohatlay olmaydi bu narsalar. Bizga eng kerak bo'lgan narsasi mana shu yerda. Ya'ni melatoninning eng kerak bo'lgan narsasi mana shu yerda. Endi bizga deganim bizga aynan nima uchun kerak? Ya'ni reproduktiv salomatlik uchun qaysi maqsadda kerak? Ma'lumki, melatonin gormoni qondan ko'ra dominant follikulda suyuqligida, o'sha follikullar suyuqlikda ko'p barobar ortiqligi aniqlangan. Ya'ni butun organizmda erkin radikallardan xalos qiladi. Shu bilan birgalikda tuxum hujayralarni ham jarohatlanishdan saqlaydi. Ovulyatsiya bo'ldi. Dominant follikul yetildi, yorildi, ovulyatsiya bo'ldi. Ovulyatsiya bo'lgan paytda bu yerda aseptik yallig'lanish ketadi. Ya'ni aseptik yallig'lanish deganimiz bu infeksiyasiz yallig'lanish. Yallig'lanishning oqibatida follikul yoriladi, yorilgandan keyin bu yerda o'sha prostaglandinlar chiqadi, boshqa aseptik yallig'lanish ketadi va bu joyda yallig'lanish bo'lib turgan joyda erkin radikallarning miqdori oshib ketadi. Va aynan shuning uchun ham bizga melatonin kerak bo'ladi. Mana shu joydagi erkin radikallar tuxum hujayrani jarohatlab qo'ymasligi uchun bularni zudlik bilan neytrallash kerak bo'ladi. Shuning uchun ham melatonin kerak bo'ladi bizga. Yoki erkaklarda ham qandaydir yallig'lanishlar bo'ladigan bo'lsa, moyak sohasida yallig'lanishlar bo'ladigan bo'lsa, bu hosil bo'lgan yallig'lanishdan hosil bo'lgan erkin radikallar spermatozoidlarni jarohatlab qo'yadi. Spermatozoidlarda hosil bo'ladigan hujayralari bor, shu hujayralar jarohatlab qo'yadi. Shuning uchun ham erkaklarda ham agar melatonin yetishmasligi bo'ladigan bo'lsa, bu spermogrammani ko'rsatkichlariga yomon ta'sir qiladi. Spermatozoidlarning miqdori yoki sifatini buzilishiga olib keladi. Natijada bepushtlikka sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun ham bunday kishilarga ham yoki bunday ayollarga ham melatonin degan gormonimiz kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tdim, melatonin gormonimiz bu uyqu gormoni, bu uxlagan paytimizda hosil bo'ladi. Odatda odam uxlaydiganda, masalan, men boshqa paytda uxlayman yoki siz boshqa paytda uxlaysiz, mana shu uxlashdan 2 soat oldindan boshlab melatoninda hosil bo'lishi oshishni boshlanadi. Va eng pik payti bu taxminan kechasi soat 1-2 larda orasida. 1-2 larda orasida juda ko'p miqdorda ishlab chiqariladi. Kechasida uxlab yotganimizda nur yo'q bo'ladigan bo'lsa, eng asosiy shartlardan biri bu nurni bor bo'lishi, ya'ni chiroq yonib turgan bo'lsa, monitor yonib turgan bo'lsa yoki
telefon yonib turgan bo'lsa, unda ham melatonin hosil bo'lmaydi. Hosil bo'lishi buziladi. Shuning uchun ham uyqu buziladi. Agar nur bo'lmaydigan bo'lsa, qorong'ilikda uxlaydigan bo'lsak, melatoninning miqdori normal bo'ladi va normal miqdor bo'lgandan keyin hali aytganimiz organizmni o'zini o'zi himoya qilib oladi. Erkin radikallar neytrallashishi sababli organizmni himoya qilib oladi. Shuning uchun ham bu so'rovnomani o'tkazishdan maqsad mana shu narsa edi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, iloji boricha ertaroq yotishga harakat qilish kerak. Ungacha yotishga harakat qilish kerak. Ungacha uxlaydigan bo'lsangiz, tuxum hujayralar sifati ham yaxshi bo'ladi, spermatozoidlar sifati ham yaxshi bo'ladi va ertaga reproduktiv salomatligingizda qandaydir muammolar kelib chiqmaydi. Ya'ni muammolar deganim o'sha narsalarda jarohati bo'lmaydi. Jarohati bo'lmagandan keyin sog'lom urug'lanib, sog'lom homila ko'tarishingiz mumkin, sog'lom bola dunyoga keltirishingiz mumkin. Agar ish jarayoningiz taqozo qilmaydigan bo'lsa, ya'ni navbatchilikda turib ishlamaydigan bo'lsangiz, boshqa bo'lsa, u kechasi bilan televizor ko'rib yoki kechasi bilan telefonga qarab yotish kerak emas. Sababi yana bir marta aytaman, bu nurlar yorug'lik, ya'ni nur deganim yorug'lik, bu radiatsiya nuri emas, ionlovchi nur emas. Yorug'lik melatoninning sintezini buzadi. Melatoninning sintezini buzgandan keyin qonda erkin radikallar ko'payib ketadi. Natijada hujayralar jarohatlanishi yuzaga keladi. Va reproduktiv salomatlikdan tashqari ham hujayralarning jarohatlanishini eng og'ir oqibatlari bu tabiiyki o'sma kasalliklari. Aynan uyqusi buziladigan odamlarda, tez shamollaydigan odamlarda, o'smalar haqida gaplashganimizda ham aytgandim. Tez shamollash bo'lgandan keyin, tez zararlanish bo'lgandan keyin u joyda o'sma kasalligi rivojlanishi mumkin deb. Bunga ham sabab mana shu erkin radikallarning ko'payib ketishi. Erkin radikallarni neytrallovchi mana hozir aytganim melatonin. Shuning uchun ham o'z vaqtida ertaroq uxlashga harakat qilish kerak. Uxlagan paytda iloji boricha qorong'i joyda yotishga harakat qilish kerak. Qorong'i joyda yotib, o'sha monitorlardan, turli xil ekranlardan uzoqroqda bo'lishga harakat qilish kerak. Shundagina bu nuqtai nazardan, bu jihatdan salomatligingizda muammolar bo'lmaydi. Yana qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, video bo'yicha sharhlarda qoldirsam ham bo'ladi. Vaqt topib, imkon topib javob berib o'tishga harakat qilaman. Aytgancha, melatoninni oshishiga, ko'tarishga nimalar yordam beradi? Melatoninni kamayib ketishiga nimalar sabab bo'ladi? Qandaydir hayot tarzi, qanday dori vositalar sabab bo'ladi? Bular haqida short videolar tayyorlab turib, Instagram kanalimga qo'yib qo'yaman. Kimga qiziq bo'lsa, kirib bemalol tanishib chiqishi mumkin. Kanalni manzili mana shu videoning ostida, описаниесida "Yesho" degan tugmani bossalaring, o'sha yerda keltirib qo'yilgan yoki birinchi sharhda video ostidagi qadalgan birinchi sharhda Instagram manzilim ham bor. O'sha yerga kirib bemalol ko'rib qo'ysalaring bo'ladi. Omon bo'ling.